Hammaga assalomu alaykum. Meni yaxshi ko'ring, bratishlarim. Men bilan bugun hech kim. Men 10 yoshman. Men поздравлять qilinglar. Men endi 10 yoshman. Bugun zo'r uy qurdim. Sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu meni uyim. Mana o'zi ko'ryapsizlar. Ko'p narsalar bor bu yerda. Bu yerda yana ko'p narsalar bor. Sizlar bilmaydigan. Kreativ o'chirmayapman. Hozir bratishlar 1 minutga pauza qilib turaman. Yana bitta salom. Men kreativ o'chirdim. Kreativ o'chirganimdan keyin ko'ryapsizlar qanaqa endi ko'ryapsizlar qanaqasiga men o'sha katta bo'lib qoldim. Ovozim ham almashib qoldi. Kichkinaligimda qanaqadir videolar qilayotgandim. Mana eski uyim. Kiradigan joyini almashtirib qo'yganman. Bu uy menga yoqmayotgandi. Bu uy endi Behruzniki. Ana Behruz akamniki emas, Behruz ukamniki. Tushunyapsizlarmi? Bu Behruzning uyi bo'ldi. U Behruzning eski uyi bo'ldi. Hech qanaqa meniki emas. U Behruzniki. Tushundinglarmi? Bratishlar, keyin kommentariyaga kirib, bu sen o'yin Asadbek, bu sen o'yin deyormanglar. Xo'pmi? Shunaqa deydigan bo'lsanglar, men boshqa shunaqasi video qilib chiqmayman. Tushundinglarmi? Yaxshi ko'rganlarim. Yana bitta shunaqa qilsanglar, men boshqa video qo'ymayman. Bugun Behruz maktabda. Men maktabga borgim kelmaganda, endi so'ragandim. Xo'p, lekin bir kun dedi. Unda o'tiribman-da. Zerikib ketdim, video qilay dedim-da. Men o'zi har doim zerikib ketsam, video qilishni boshlayman. Tushunyapsizlarmi? Shunaqa bo'lyaptiki, men ham o'zi shunaqa bo'ladi. Tushundinglarmi? O'zi shunaqa bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Bu yerda shunaqa bo'lsa ham hech narsa bo'lmaydi. Bratishlar, men qaytyapman. Просто kichkina ukam edi bu. Joq. 58 ta bo'laman. Yaxshi, bu Behruzga. 32 ni qo'shsanglar, necha bo'ladi? Bratishlar. Shuni YouTube'ga qo'yaman. Shuni javobini topishingiz kerak bo'ladi. Tushunyapsizlarmi?
Ay. Da quyoshga yetib borarmikin a? Qani yonyapti u hali. Yana qayd etgan joyi. Uy. O'z-o'zimga tutay dedim. Yana bitta. Dava qayerga tushar ekan? Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa tushyapti bu? Yemma. Shunaqa ham zo'r tushyaptimi? Birinchisi. Ikkinchisi o'z-o'zimga. Bratlar, o'z-o'zimga tushirdim, ko'rdinglarmi? Yo'q. Bratishlar, bu vashi 1.00 ku. Ikkinchi marta. Ikkinchi marta bitga tushdi. Aka meni boshimga mana nasib. Shuning uchun shunaqa eksperimentlar только kattalar qila oladi. Agar siz katta emas bo'lsangiz, uyda qilmanglar. Bu yomon ish. Na. 20 minut biz Rossiyaga ketyapmiz, bolalar. Kim Rossiyada yashaydigan bo'lsangiz, kommentga yozinglar. Yana Rossiyada yashaydigan bolalar menga kompyuteriga Asadbek Rossiyada yashayman deysizlar, bo'ldi, tushundinglarmi? Uy. Qani. Uy. Ko'rdinglarmi? Endi bu Behruz akam uy emas. Bu meni uyim, tushundinglarmi? Bu endi hech qanaqa Behruz akam emas. Bu meni uyim, tushundinglarmi? Mana shu uyni, mana shu hamma narsani men qurganman, tushundinglarmi? Boshqa Behruz akam qani videoga tushsin. Iltimos Asadbek desanglar ham yo'q. Rossiyada yashaydigan o'zbek bolalar bormikan, a? Rossiyada yashaydigan o'zbek bolalar bormi? Rossiyada yashaydigan o'zbek bolalar bormi? Bratishki, я ваш брат, большой, старший. Mabaka. Bratishlar ukamlarni haydab yubordim, bu yerga kirib olibdi. O'zbeklar agar sizlar meni videomni yaxshi ko'rsanglar, like ko'p qo'yinglar, videolarni ko'p ko'ringlar, tushundinglarmi? O'shandan keyin mazza qilib ko'raverasizlar meni. Like qo'ymasanglar ham, ana qo'ymasanglar ham men boshqa video qo'ymayman, tushunyapsizlarmi?
Behruz bilan ham, o'zim bilan ham hech kimni qo'ymayman. Boshqa tushunyapsizlarmi? Pishgan говядина. Voy. Ne. Jahlimda sizlarni shunaqa tushunyapsizlarmi? Pishirib qo'yaman. Pishirib qo'yaymi, tushundinglarmi? Mana no. Bitta o'lib ketdi. Bechora. Agar men bilan o'ynamoqchi bo'lsanglar yoki anoda nikamni so'rasanglar o'zinglarni nikinglarni kommentga yozib qo'yinglar Robloxdagi. Keyin men sizlarni qo'shib qo'yaman. Hammaga xayr, bolalar, men videoni tugatyapman. YouTube'ga qo'yishim bilan sizlar обязательно qo'yinglar, iltimos. Like qo'yinglar. O'zimni ham ko'p qilyapman. Hammaga xayr, bratlar.